Qadrdonlar, xudo xolasa urug' sezonga ham ozgina qoldi, 15 kun, 20 kun qoldi. Urug'liqqa qo'chqorni zo'ri, zotdori bormi deydiganlarga zo'r qo'chqorimiz bor, xudo xolasa o'zimizni qo'radan do'stlar. Pastga nomer qo'yaman, aloqaga chiqsalaring, xudo xolasa kelishilgan narxda qilib beriladi. Dehqonni o'zidan bo'lyapti, qo'chqor o'ta baquvvat, xudo xolasa do'stlar. Olib, bemalol, misol sog'lig'inglar bo'lsa, urug'ga qo'ysalaring bo'laveradigan variantda turibdi. Hamma joylari soppa sog'lom bo'lib turibdi. Endi veslarini, to'g'risi bo'ylarini bilmaymiz, chunki do'stlar biz chorva yo'nalishida video qilmaganmiz, lekin o'zimizda borligi uchun, yaxshi narsaligi uchun, zotligi uchun sizlarga ilinyapmiz, qadrdonlar. Eng yaxshi tomoni buni dehqonni o'zidan bo'lyapti. Nima desa bo'ladi, olib sotar yoki boshqa narsa emas. Uyda boqiladigan qo'chqorlardan, ba'zi yana qo'chqorlarimiz bor. Bular endi hozircha boquvda, lekin bunisi do'stlar, rasali nima deydi? Liniya bopi. So'rali nima deydi? Tik dumba, garbanoz, barbanozmi, bir narsalarni ham deyveradi. Barbanozlarning o'zgalar osilchalari bor buni. Osilchag'i bor. Zoti borligida ko'pida osilchag'i bo'ladi. Osilchalari bor, bo'ylari 95. Bo'ylar uzunligi shu 145. 145. Kilolari 110 kilo minus plus. Yo'q, gap yo'q. Akalar, qo'chqor. Oldin qora qo'chqor zo'r bo'lardi, hozir sarig'i, xudo xolasa hamma sariq. Arashan aka bu. Arashan bu. Zot arashan buni. Arashan zot. Xullas, aslan hozir buni oladigan odam keyingi oydan urug'qa, Albatta. Hozirdan tashlasa ham bo'laveradi. Hozirdan tashlasa ham bo'laveradi. Shungacha. Ona sifati zo'r, turishi zo'r, boqilayotgan dehqonni o'zidan pastda nomer turib, aloqaga chiqsalaring, chiroyli narxda qilib berishadi. Odamdan cho'chib, omma buni cho'miltirib, yaltiratib berishgan ekan. Aka o'zi qo'ygan qo'chqorlarda ham o'shdan qilishar ekan. Mehrda yaxshi berilar ekan, lekin pastga nomer turibdi, aloqaga chiqing. Inshaalloh qo'chqorni urug'i zo'rani o'xtarib yurgan bo'lsangiz, mana akalar, bemalol olsalaring bo'laveradi.